Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi zinamizni tayyorlab bitkazdik. Xo'p, bu zinamiz Andijonda bo'ldi. Zinamizning balandligi 250, общий 16 ta stupenka tusgan. Stupenkamizning tikkaligi 15 dan, oyoq qo'ygani 30 sentdan bo'lgan. Zinamizning polni ko'rinishi. Zinamizning eni 1.20. Ikkita arka qo'yib berganmiz. Xo'p, bu ustun vazifasini bajarib beradi. Ya'ni zinaning og'irligini ko'tarib turish uchun qo'yiladi bu narsani. Bu yerda 5 kvadrat monolit bo'lgan tepasida. Monolitning oldini ham sal oysimoq qilib, yumaloqroq qilib berganmiz. Zinamizning polni ko'rinishi. Hop, bu zinamizni usti ham, tagi ham bir xilda zigzagli bo'lib chiqqan. Zinamizga Begavot armatura ishlatganmiz. Begavot 12 li armaturasidan. Xo'p, qadrli obunachilar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Bizning kanalimiz YouTube'da Bek zinalari va Ali zinalari deb yozsangiz chiqaradi. Bundan boshqa videolarimiz ham bor. Yoki shunaqa zinalar xizmati kerak bo'lsa va bundan boshqacha zinalarni xizmat kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizni opisaniyada yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yoki-da 99 kodi bilan 170 0906, 94 kodi bilan 154 5676 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi. Shu raqamlarni Telegramga sahnet qilsanglar, profil tagida kanalimiz, Telegram kanalimiz linki bor. O'tib bemalol rasmlari va videolari ham bor kanalda, kuzatib borishingiz mumkin. Ozgina sabablar bo'yicha kanalimiz hozir poyezga chiqmayapti va albatta buni ham oldini olamiz. Tez kunda kanalimiz ham beton zinalar deb yozganda poyezga chiqadigan qilib sizlarga ko'rsatamiz. Instagramda zinalar xizmati deb yozsanglar bo'ladi. Instagram, YouTube, Telegramda faoliyat olib boramiz. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Bu yoqda ikkinchi zinamizni tayyorlab qo'ydik. Buni ham bugun inshaalloh qo'yamiz. Hozir bu yoqda bolalar o'tib turishibdi. Videoga olmang deb aytishganlar uchun ularni olganim yo'q videoga. Xo'p, bu zinamizni tagini tekis qilsa ham bo'lardi. Uy egalariga tagi zigzagligi yoqdi, o'shaning uchun tagini zigzagli qilib, usti bilan bir xil qilib berdi u. Zinamizni tepadan ko'rinishi.